Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi mavzu ko'pxatlar. Ko'pxatlardan shu hamma bilgandek IDC birinchi qism kitobidan ishlaymiz. Endi ishlab misollar ko'rsataman. Xo'p, birinchi misolga qaraydigan bo'lsak. Quyidagicha beryapti. X kvadrat plusdan 3x plusdan 2x kvadrat minus 3x plus 2. Endi buni qanday ishlaymiz? Xo'p, ochiq chiqarganimizda qoldi x kvadrat plusdan 3x plus 2 plus oldin musbat bo'lgani uchun qolsa oldin qolsa shunday tashlab olsak bo'ladi. Ichkaridagi ishoralar o'zgarmay chiqadi. Endi x kvadrat bilan x kvadrat qo'shamiz. 2x kvadratga x kvadrat 3x bo'ladi. 3x kvadrat 3x ga minus 3x bor. Qisqarib ketadi bu. 2 ga 2 qo'shsak 4 bo'ladi. Plus 4. Ifodaning javobi 3x kvadrat plus 4 bo'lar ekan. Endi ikkinchi misol. 3x IDC dan 36-misol. 3x x plus 2y minusdan 4y y plus 2x. Buni ishlaydigan bo'lsak 3x har biriga ko'paytiramiz buni. 3x kvadrat plusdan 6xy minusdan har biriga ko'paytiramiz yana. 4y kvadrat minusdan 8xy. 3x kvadrat o'zi 6xy 8xy minusdan 2xy minusdan 4y ning kvadrati. Misol javobi quyidagicha. 2 darajasi n plus 2 ko'paygan 2 darajasida 2 ta n plus 3 deyapti. Xo'p, asoslar bir xil, darajalar qo'shiladi. 2 n plus 2 plusdan 2 ta n plus 3. Xo'p, darajani qo'shadigan bo'lsak, 2 darajasida n ga 2 qo'shsak 3n, 2 ga 3 qo'shamiz 5 bo'ladi. Misol javob quyidagicha. 2 ning 3n plus 5-darajasi bo'lib qolar ekan. 61 dan 70-misolgacha xuddi shunday. 71-misolda aytyapti. X kvadrat plusdan 5x plusdan 6 ni x plus 3 ga bo'lingan. X plus 3 ga bo'lingan. X kvadrat plusdan 5x plusdan 6 ni burchak usulida x plus 3 ga bo'lamiz. Xo'p, x dan emas, x dan berganmiz x kvadrat plusdan 3x bo'ladi. Ayiradigan bo'lsak 2x plusdan 6 qoladi. Endi plus 2 dan beramiz. 2 ta x plus 6 ayirma 0 bo'lib ketdi. Demak, quyidagi ifodani bo'lganimizda x plus 2 qolar ekan. Javob x plus 2. 71 dan 80 gacha xuddi shunday ishlanadi. 81 dan 90 gacha 81-misolni ko'ramiz. X kvadrat plusdan 5xy plusdan 3y kvadrat teng ax kvadrat plusdan ax kvadrat minusdan bxy plus y darajasida d deyapti. Ayniyat deyapti. Ayniyat bo'lgani uchun x kvadrat 6 hisob teng bo'lishi kerak. X kvadrat 6 1 bor, bu yoqda a bor. Demak, a 1 ga teng ekan. X y sonida 5 bor, x y oldida x y oldida minus 1 bor. Demak, 1 minus 5 ga teng ekan. Y kvadrat oldida 3 bor, y oldida s bor. Demak, s 3 ga teng ekan. Xo'p, y darajasi 2 bor, y darajasida d bor. D 2 ga teng ekan. Bizdan quyidagi a, b, s dlarni so'rayapti. Ayniyat bo'lgani uchun xuddi shunday topiladi. Shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni, mavzularni murakkab darajada o'rganmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanaliga o'ting. Telegram kanal Teacher Kamoliddin.